Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek men Elitrox Minecraft. To'g'ri bo'la. Nega Minecraft deb qo'ygansan, lekin men Roblox o'ynayapman. Bo'ldi. Bugundan boshlab men Roblox content qilishga qaror qildim. Ha, yana birga bo'lib, Minecraft, mana shu Robloxda hozir mana bu karta, ya'ni previewdan ko'rgan bo'lsanglar, mana shu kartada o'ynaymiz. Bu karta o'zimga ham yoqqan va menda hozir premiumlar bor, xuddi mana bu VIPlar bor, VIP narsalar bor, hammasi bor. Sizlarga tushuntirib beradigan bo'lsam, bu kartada mana shunday qilib, mana bu yerlardan o'tib hammasini qilishinglar kerak. Bu yerda worldlar bor, worldlarda men hozir ikkinchi worldga ham o'tganman. Xo'p, do'stlar, video boshlamasdan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Ha, yana bir gap, ustimda skilllar agar sizlarga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, o'ng taraflarda Robux shopimni chiqarib qo'yganman, o'tib bemalol olishinglar mumkin. Hammasi ishonchli va halol tarzda bo'ladi. Xo'p, bo'ldi, unda biz boshlaymiz. Hozir birinchi world unchalik qiziq emas, sizlarga o'tib berib ko'rsataman. Mana shunday qilib o'tasizlar. Shunaqa qilib hozir menga bu prosta oddiy desa ham bo'laveradi. Xo'p, mana hozir hammasi tayyor gaz bolalar. O'tish qiyin emas, unaqa birinchi worlddan, lekin jetpack, ya'ni mana ovoz chiqayotgan, mana uchayotgan narsalarni leveli kam bo'lsa, o'lib ketishlar mumkin. Chunki 33 ta menda jetpack energiyasi qolganlarda bittadan boshlanadi. Shunisi eng og'ir bo'ladi. Shuning uchun hop, qani ketdik, bo'lmasa gaz o't olamiz. Ha, bo'ldi, agar sizlar ham mana shu o'yinga kirganingizda mana shu yerga kelsanglar, hozir ko'rsataman, stage 6ga, 6-joyga kelsanglar, birinchisiga kirib ketib qolmanglar, birinchisi tuzoq bo'ladi, ikkinchisiga kirasizlar, ikkinchisidan keyin hozir ikkinchisidan yana ikkiga kirmanglar, ikkinchisi tuzoq bo'ladi, birinchisiga kirasizlar. Bu yerdan endi yana hozir ikkinchisiga kirsam olaman desanglar, yo'q, ikkinchisiga kirasizlar. Keyin mana stage 7 ga o'tasizlar. Bu yerda 250 ta aniq beradi, ya'ni 250 ta 250-leveldan o'tishingiz kerak, lekin bu menga unaqa oson, men to'xtab o'tirmayman. Qiziqarli o'yin bo'ldi, prosta bomba o'yin. Voy, o'lib ketishim mumkin. Hozir qani yetib olaman. Bemalol yetib olaman. Bu o'yinda hammasini tugatganman va tepada bolalar mana strelka bilan ko'rsatganman. Tepada sizlarni qattaligilar ko'rsatib turadi. Mana o'lib qoldim. Xo'p, bu level unchalik qiziq emas. Menga asosiy qiziq leveli ikkinchi stageda. Keyin bu o'yinlarni tushuntirib bersam, sizlarga mana credits bo'ladi. Mana bu jetpacklarni kuchaytiradigan 100 talik ochish maslahat bermayman. Faqatgina raid tushadi 35 talik. Mana hozir skinlarimdan ko'rsataman. Mana hammasi 3 ta. Cry rail. Mana bu yes bosasizlar, agar levelinglar 3 bo'lsa, 300 dan baland bo'lsa, o'zida taklif qiladi sizlarga. Bu yerda o'tishlar kerak. Birinchi seti borganga mana bu skinlarni anaqasi beriladi, izimbrudni. Xo'p, qani gaz bolalar. Bu menga prosta oson narsa. O'tib ketish, to'xtamasdan o'tib ketiraman. Osonda, lekin izimrud kam beradi, o'shaning uchun shunday yomonroq. Xo'p, mayli bolalar. O'yinni maksimal darajada qiziq qilishga harakat qilaman. Qolganlar menimcha o'lib ketdi-yu, ana o'ldi. Uncha-munchasiga qiyin bu birinchi stage'dagi narsalar, chunki sabab bo'ladi. Hozir bizda 70 ta bo'ldi, endi biz World 2 ga teleport bo'lamiz. Gaz bolalar. World 2 ga teleport bo'lamiz. Fail teleport, please through again. Qaytadan teleport qilib ko'r. Menimcha video olinayotganda teleport bo'lmaydi. Hop. Connect error deyapti. Teleport okay bosamiz. Mayli, mana shu stage 1 da yuraveramiz. Hop guys, bolalar, keyingi videolarda albatta ikkinchi stage'ga ham o'taman. Hozir sizlarga maksimal stage'larni ko'rsataman. 10 ta bo'ldi va qaytadan joyga menimcha spawn qilsa kerak, yana bilmadim. Hozir ko'ramiz. Internet muammo bo'lyapti. Internet o'chib qolmasa bo'ldi bolalar. Hop, mayli, o'ylamang shularni. Ketdik bolalar, narigi stage'ga o'tib ketamiz. Biz ikkinchi o'ldik. O'lib qoldik. Mana nihoyat bolalar. Hozir bolalar, men videoni xo'sh. Yo bolalar, va nihoyat mana men ikkinchi kartaga ham o'tib oldim, worldga. Nega desalar, videoni to'xtatib turdim. Xo'p guys, bolalar, endi nima qilamiz? Hozir bu yerda jetpacklarni ko'rsataman. O'net bu menda bor, bu ham bor. Qo'yib 30 taligini olmaganman. 35 talik price 70 taligini olish kerak bolalar. 750 talik, 35 talik bo'ladi. 40 taligiga 3 million kerak bo'ladi. Bu yerdan o'tish unchalik qiyin emas, lekin menga o'zi qiyin bo'ladi, chunki jetpackim leveli pastroq va bu yerda ko'proq energiya ketadi, energiyasi.
Maslahatim mana bu level turibdi, ya'ni oyog'i rasmi turgan joydan kuchaytirsanglar o'shanda qancha tez bo'ladi. 300-levelda hozir normal yuribdi, lekin bu bari sekin. Stage 1da ko'rgan bo'lsanglar, ya'ni World 1da vaqti tez ketadi, hozir endi sekin ketadigan bo'ldi. Mana ham Stage 1dagi narsalar kam bo'ladi, mana bular ko'proq bo'ladi Stage 1dan. 250 ga. Hozir men bu yerdan o'tishmanimcha oson bo'lsa kerak. Ha, oson. 5 tagina yetadi. Xo'p. Stage 5, bu yerdan sal kutib turasizlar. Jinursiz. Va o'lib qolganimni qaranglar bolalar. Teleport bark 19 taga menimcha Robloxim qilmagan. Ha, Robloxim bitta ekan. Mana buni kuchaytirasizlar va Rebirth bor, qayta ishlash, skip qilsanglar ham bo'laveradi. Menimcha skip qilish uchun Robux kerak bo'ladi. 400-level. Bu yerdan create skilllar bor. Hozir skilllarni ko'rsataman. Mana skilllarni ochmaylar, maslahatim. Mana bunda ham baribir shunisi tushadi. Ikkinchisini ochish kerak. Ikkinchisida cho'tki bo'ladi. Let point 200 ta kerak bo'ladi, lekin bunga 200 ta kerak. 200 ta anaqa yig'ish kerak. Xo'p, mana 30 ga уже stage 2 ga o'tishlarda уже 30 ga beradi. Vashi zo'r. Уже menda 49 ga anaqa bor. Sovrin. World 2 ga o'tish uchun 150-level bo'lish kerak. Oyoq kiyimlar 150-level. Endi уже 300-level bemalol. Уже World Tour 3 ga o'taman yaqinda. Xo'p, menga yetadimi? Yo'q. Eng qizig'i mana bu ikkinchi stage 2 da vashi oson o'lib ketmaysizlar bemalol. Faqatgina jetpack bilan kuch ko'proq bo'lish kerak, yetib borish uchun qiynaladi. Mana uchun o'zi 3-levelda уже hammasi ketsa kerak. Ha, 8 ta qoldi, уже mana bunisida menimcha hammasi ketsa kerak. Ha, 6 ta qoldi. Bo'ldi, gaz. Bu yerdan o'tish endi oson. Mana bam, bo'ldi, o'tdik. Xo'p, endi bu yerdan sal kutib turamiz. O'tib olamiz va kutib jetpackga energiya to'lishini kutamiz. Va gaz. 30 dan yes bosinglar har doim. Spam qilish kerak, yes bosibmi? Nima yapti? Mayli bo'la, farqi yo'q. Hop, уже stage 6 ga keldik, ikkinchi worlddan. Menimcha hozir bu worldda eng zo'ri mana shu birinchisida turgan bo'lsa kerak, yana bilmadim. Hop. Hozir hammasi yaxshi. Hozircha hammasi zo'r. Bola go bo'lyapti, ne bunaqa? Internet qotyapti, bola internet yaxshi emas, mayli. Уже 3-reda turibdi, 2-nada. Xo'sh. Hani go bola, go. Xo'sh, yaxshi. Hozircha hammasi yaxshi. Mana bola 2,5 million beradi уже. Ba'da menimcha o'tish maslahat bermayman, o'lib ketish foizi prosta banqani ket. Voy, bola ko'rdinglarmi? Yarmiga yetganimda o'lib qolyaptim. Yarmidan ham emas, o'tishim kerak. Hozir jetpackda menimcha mana bunga 3 million kerak. 2 marta o'sha yerga borsam menimcha yetib qolsa kerak. Mayli, o'sha kecha stage 7 gacha borishim kerak. Mayli, ketdik bola. Xo'p, gaz. Bola iltimos padeshga qo'ringlar. Men yangi kompyuter yig'dirmoqchiman, o'shanga obunachi juda ham ko'p kerak. Bundan ulangan kanallarim bor, ikkinchi kanallarim, o'shanga o'tib qo'yinglar. Ulangan kanallarim bor. Akkauntim ustiga bosinglar, 3 ta kanal chiqadi. 3tasiga ham obuna bo'lib qo'ysanglar, katta rahmat aytgan bo'lardim. Xo'p, qani gaz, bu yerdan o'tamiz. Videoni menimcha tugatsam ham bo'ladi. Keyingi videolarda albatta menimcha Zohirbek bilan videosi kerak. Baxtsiz ukasi olishim mumkin. Ularga ham aytib beraman. Xo'p, gaz bol, agar mana shu videoga 3000, 5000 ta like yig'sa, Baxtsiz, Mezuz, yana boshqa streamerlarni olib kelaman mana shu kartaga, mazza qilib mana shu yerda o'ynaymiz. 5000 ta like yig'sa bas. Xo'p, bu yerda mana buni o'tib olamiz. Bu yerga 2,5 million mayli. Hozir jetpack bola o'lib ketdim. Mayli. Bola, videomiz shu joyda tugaydi. Menimcha yaxshi bo'ldi video. Hammaga rahmat. Agar Robux kerak bo'lsa, mana o'ng taraflarda silkasi chiqib turibdi. Undan ham agar qirako'tdan olmoqchi bo'lmasanglar, silkasi kommentariy va описаниеda bo'ladi. Hammaga rahmat, hammaga xayr bolalar.